İşimizin devamı vatandaşlar. Halkara cemaat fikrinin yüzleşini buraş korundu. Tahlilçiler mundaq hesaplıdır. Cungo'nun teşvikatlardan ularning nemeden ensiravatqanligini bilib olg'ili bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning bu meydan dünyanın diqqatini tortgan maxfiy suhbati, diqqati vatandaş, maxfiy suhbati. Shu yer vaqti 3 saat 1'den 44 minut ötkende başlanıp saat 3'ten 17 minut ötkende ahırlaştı. Cemiyet 93 minut söhbetleşti. Belgilengen vaktin bir az eşip gitti. Maxfiy söhbetke qatnaşqanlar. Prezident Joe Biden bilen Prezident Vladimir Putin'den başka Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilen Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ve tercümanlar qatnaşdı. Shuningdek ikki tarafning 3 saat 10 minut davomlashgan suhbati başlandı. Bu söhbetke ikki tarafdan 5 neferden 10 nefer amaldor qatnaşdı. Bu qatimqi yuqori darajaliklar suhbati Prezident Joe Biden Aqsarayga kirib yarim yil o'tgandan keyin başlandı. Bu suhbat Amerika-Rossiya munosabatlariga asos yaratdi. Tashqari dunyadagilar mundaq hisobladi. Amerika-Rossiya munosabatlari 30 yildan keyin eng tuvan chekka tushib qolgandan keyin Prezident Joe Biden yanala Prezident Vladimir Putinni o'ltirib 100 suhbatlashishga taklif qildi. Bundaq taklif qilish Amerika Rossiya bilan bo'lgan ziddiyatlarni besib turib, zehn qo'yib, Jungoga taqobil turishni maqsad qiladi. Anladingizmi? Bundaq suhbatlar Amerika Rossiya bilan bo'lgan ziddiyatlarni besib turib, zehn qo'yib, Jungoga taqobil turishni maqsad qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden Yevropaga ziyoratga yo'lga chiqishdan burun Amerikaning davlat ichida bir qator Jungoga qarshi turish harakatlari yuz berdi. Masalan, Tayvan bilan savdo suhbatini asliga keltirishni e'lon qildi. Kengash palatasi bilan Kengash palatasi fan texnika sohasida Jungo bilan raqobatlashadigan qonun loyiha ma'qulladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Jungo Kompartiyasiga diqqatni markazlashtirish to'g'risida buyruq tushirdi va hokazo. 7 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'ini va NATOning yuqori darajaliklar yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari texnik keng xalqaro safda Jungoga qarshi ittifoqni mustahkamladi. Bundan burun Prezident Joe Biden NATO'ning yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashdi. NATO'ning yuqori darajaliklar yig'inining axborotida tunji bo'lib, Jungo Kompartiyasi sistemli strategik tahdid degan so'z o'rni qo'yildi. Ya, strategik tahdid o'rni qo'yildi Jungo Kompartiyasi. Jungoni bundaq o'ringa qo'yish Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining Rossiyani an'anaviy bexatarlik tahdidiga o'rni qo'yib kelganlikning amdilikda o'zgarganligidan uning o'rniga Jungo Kompartiyasini qo'yganligidan derak berdi. Jungo Kompartiyasi o'diqishqa dabqi tushgan mayoqdek sakrashga boshladi. Demak, bu qatim Yevropa va NATO'da aytganda esa an'anaviy dushman deb qaraladigan Rossiya an'anaviy dushman lageriya sistemasi chiqarib etildi. Uning o'rniga hozir Jungo Kompartiyasining tahdidida istildi deydi. Bu yangi gap ekan vatandosh. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putinning suhbati davomlashayotgan shu paytda Jungoning
Avçar Kemesellik giziti, yer şarigi vakt gizitinin baş tehriri hoş eken. Sekrep çıkıp haber yezip, halkara vaziyetinin yüzünüşünü durmakçı buldu. Devamını anlayış vatandaşım.